Assalomu alaykum. 4-mavzu tekst tezlanuvchan harakat mavzusi ko'p keng kitobdan. Demak, bu mavzumiz nisbatan soddaroq mavzu hisoblanadi. Boshlaymiz. Birinchi masala: avtomobil tekst tezlanuvchan harakatlanib, harakat boshlangandan 10 sekund vaqt o'tgach 36 km/soat tezlikka erishdi. Demak, qaraymiz, mana boshlang'ich tezligi va 0 barobar 0 bo'lgan 10 sekundda demak t barobar 10 sekundda tezligi v barobar 36 km/soat tezlikka erishgan. Bunda 36 km/soatni metr sekundga o'tib olamiz. Uning uchun 3,6 ga bo'lamiz. Bo'lsak 10 metr taqsim sekund bo'lgan. Mana tezlanishini toping debdi. Tezlanishimiz oxirgi tezlik bilan boshlang'ich tezlikni farqini vaqt nisbati. Demak, 10 minusdan 0 taqsimda 10 sekund. Demak, 1 metr taqsimda sekund kvadrat tezlanishga ega. Tezlanish bu o'zgarmas kattalik hisoblanadi. O'sha oraliqda. Samolyot ko'tarilishi uchun kerak bo'ladigan yo'lning uzunligi. Demak, mana bizga aytyapti, mana bu yergacha bo'lgan masofa L barobar 675 metr ekan. Agar samolyot tekis tezlanuvchan harakat qilib, demak mana shungacha t barobar 15 sekund vaqt 15 sekund ichida yerdan ko'tarilar ekan. Boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan. Uning yerdan uzilishdagi tezligi qanday? Mana uzilishdagi tezligi qanday? Demak, buni mana bunday sizlarga hozir chizma bilan chizib ko'rsataman. Shunda yaxshiroq bo'ladi. Mana bu v bo'lsin, bu yeri t bo'lsin. Jismni boshlang'ich tezligi 0 deyapti. Keyingi tezligi v. Keyingi tezligini mana shunday chizma bilan chizsak, mana keyingi tezligini mana v deymiz. Mana shunga 15 sekund vaqt davomida erishibdi. T sekund va metr taqsim sekund. Shunda mana shuncha masofani bosib o'tgan. Bu masofamiz bizda qaysi masofa? Bu masofamiz bizda mana bu masofa. Ya'ni qanday edi? Va demak, v teng qandaydir t ning funksiyasi bo'lsa, o'sha chiziq ostidagi yuzi, mana shu chiziq ostidagi yuzi bizga mana bu s ni bildiradi. Mana shundan mana s barobar uchburchakda bitta kateti v minus v0, ya'ni ikkinchi katet deylik, v ikkinchi kateti esa t taqsimda 2 ko'rinishga bo'lyapti. Hozirgi masala uchun. Bunda v'miz noma'lum, t'miz 15 sekund, taqsimda 2 miz barobar mana 675 metr. Bundan v'ni topsak, 2 kera 45 bo'lar ekan. Demak 90 ekan. 90 metr taqsim sekund ekan. Ya'ni bu yerda qaysi formula kelyapti? S barobar v0 plyusdan v taqsimda 2 ko'paytirilgan t da o'z formulasi.
O'sha formula mana bu yerda trapetsiya bo'lsa, mana shu formula o'rinli. Bizda uchburchak bo'lganligi uchun mana bu yerda ya'ni boshlang'ich tezligi 0 mana. O'sha qayerdan kelib chiqdi? Mana bu chizma orqali uni yuzasini topish bilan sizlarga demak ko'rsatib berdik. Keyingi masalaga qarasak. 3-masala tinch holatdan boshlab a barobar 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanayotgan raketa 75 metr yo'lda s barobar 75 metr yo'lda qanday tezlik oladi? Bunda ham v0 teng 0 va so'roq. Hozir aytdik, s teng v plyusdan v0 taqsimda 2 ko'paytirilgan t dedik. v0'imiz 0 bo'lsa, vt taqsimda 2. O'zi v'miz nimaga teng edi? V'miz v0 plyusdan at ga teng edi. v0'imiz 0 bo'lganligi uchun bu at. Shuni yuqoriga olib qo'ysak, at kvadrat taqsimda 2 bo'ladi. Yoki bunday qilaylik, t'ni mana bu yerdan topsak, v taqsimda a bo'ladi. Shuni endi olib qo'yamiz mana. Shunda v kvadrat taqsimda 2a mana. Shunga olib qo'yamiz. V barobar 2as 2 6 75 150 930 chiqib kelar. 30 metr taqsim sekund degan. Ya'ni bu sodda formulalardan bir holatdan ikkinchi holatga o'tishlarda. Endi tinch holatidan boshlab tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan shar dastlabki 10 sekundda 10 cm yo'l yurdi. Harakat boshidan 3 sekund o'tib, u qanday yo'l o'tadi deyapti. Demak, nima bo'ladi? Boshlang'ich holatda v0 teng 0 ekan. Shunda 10 sekund ichida t barobar 10 dastlabki sekundda mana t barobar 1 sekundda demak qancha yo'l yurgan? S barobar 10 cm yo'l yurgan. S birimiz. Endi o'sha deyapti. Harakat boshidan 3 sekund vaqt o'tgach mana. Endi t2 barobar ekan. 3 sekund vaqt o'tgach S2 nimaga teng deyapti? Qancha masofa o'tadi deyapti. Bunda tekis tezlanuvchan harakat qilganligi uchun v0t plus at kvadrat taqsimda 2 mana. v0'imiz 0 ga teng. Ikkita holatda ham demak v0 o'rniga 0 qo'ysak at kvadrat taqsim 2. Mana shu formulani ikki holat uchun yozsak mana. S1 barobar a'miz o'zgarmas t1 kvadrat taqsimda 2. S2 barobar a t2 kvadrat taqsimda 2. Nisbat olsak, S1 ni S2 ga nisbati a t1 kvadrat taqsimda 2 ko'paytirilgan 2a t2 kvadrat taqsim. Ya'ni kasrda bir taqsimlik qilsak, shunda ko'paytma ko'rinishga o'tadi. Ikkilar hamda tezlanishlar demak qisqaradi bir-biri bilan. Shunda bizda nima qolar ekan? t1 kvadrat t2 kvadrat mana. Demak, tekis tezlanuvchan harakat qilganda yo'llar nisbati vaqtlarda kvadrati ekan mana. Ko'rinishda o'zgarar ekan. S1'imiz 10 cm bizda. S2'miz noma'lum. T1'imiz 1 sekund, T2'miz 3 sekund. Buning kvadrati hisoblasak 1 taqsim 9, S2'ni topsak 90 cm ekan. Tushunarlimi? Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalada mana miltiq stvolining 1 taqsim 4 qismini o'tgandagi, demak mana bu stvol desak, mana o'qimiz mana shu nuqtadan harakatlanib
uzunligi qandaydir L bo'lgan qismdan uchib chiqadi. O'sha mana bu uzunlikda L taqsim 4 qismini o'tgandagi v tezlik bilan to'liq o'tgandagi v tezlik. Mana shularni taqqoslash haqidagi masala. Mana qaraymiz. Bunda L taqsim 4 ni o'tibdi. V1 bo'lsin. Bunda esa L da o'tgan V bo'lgan. Demak, qaraymiz. Ikki holatda ham boshlang'ich tezligi 0 ga teng. U holatda S barobar V kvadrat minus V0 kvadrat taqsimda 2a degan formuladan foydalanamiz. Agar V0 0 ga teng bo'lsa, bunda nimaga teng bo'ladi? V kvadrat taqsimda 2a degan formula. Mana bizga V'miz shu yerdan 2as. Birinchi holat uchun V1 barobar 2al taqsim 4 mana. Ikkinchi holat uchun 2al mana. Endi necha marta kichik degan, shu sabab V2 ni V1 ga nisbat olaman. Nisbat olib yozsam 2al ni ko'paytiraman 4 2al ga mana. Demak, bu yerda mana 2allar bilan 2allar soddalashsa, ildizdan 2 chiqib kelar ekan. Demak, 2 marotaba ekan. Agar poyezd tormozlanish yo'lini 30 sekundda. Demak, mana poyezd tormozlanish yo'li desa, u qandaydir v tezlik bilan harakatlangan. Keyingi tezligi esa 0 ga teng mana. V0 boshlang'ich tezligi tormozlanishni boshlagan. Demak, unda aytyapti t teng 30 sekundda tormozlanibdi. T teng 30 sekundda tormozlangan. A'miz esa 0,5 metr taqsim sekund kvadrat ekan mana. Tormozlanish boshlanguniga qadar qanday tezlikda harakatlangan deyapti mana. Buni ham mana men sizlarga hozir chizib ko'rsataman. Qaraymiz. Mana bu tezlikning grafigi. Bu yerda mana v bo'lsin, bu yerda mana t bo'lsin. Boshlang'ich tezligi mana v0. Oxirgi tezligi nimaga teng? V0 ga teng. Mana shunday kamayib boradi. Mana tezligi 0 ga erishadi. U qandaydir t teng mana bizda aytibdi 30 sekund debdi. Keyingi tezligi mana v teng 0. Agarda masalada yo'lini so'raganda edi, qaysi grafikda olishimiz kerak bo'lardi? Mana shu grafik bizda tormozlanish yo'lini grafikini bildirardi. S tormozlanish yo'lini grafikini. Bizda esa bu shart emas. Bizda nima? A barobar mana v minusdan v0 taqsimda t. Endi tormozlanish bo'lganligi uchun a'miz minusdan chiqadi. Tushunarlimi? O'rniga qo'ysak mana. V miz 0 ga teng, v0 imiz v0 deymiz mana. Taqsimda 30 sekundimiz teng minusdan 0,5 deyman. Shunda v0 ni 30 ga nisbati 0,5 mana. V0 ni topsak 30 ni 0,5 ga ko'paytmas. 30 ni yarmi 15. Tushunarlimi? Keyingisiga o'tamiz. Bu masalada 7-da agar haydovchi 20 metr sekund tezlik bilan mana v0 barobar ekan 20 metr taqsim sekund tezlik bilan darhol tormozlanishni bossak, demak to'xtaganda uni tezligi 0 ga teng. Tormozlanish mana 6 sekund davom etyapti. Qanday masofa o'tgan?
hozir aytdik mana shu haqida. Nima dedik? Mana bunday mana oldin va 20 bo'lgan tezligi, keyingi tezligi esa 0 ga tushgan mana. 0 ga tushguncha u 6 sekund davomida harakatlangan. Buni mana bunday chizsak 6 sekund davomida mana 0 ga tushdi. Bizga mana bu yuzi, mana shu yuzi tormozlanish yo'lini bildiradi. Demak, nimaga teng ekan? Tormozlanish yo'li tormozlanish teng ekan. Bitta katet 20, ikkinchi katet 6, 2 ga bo'lamiz 60 metr ekan. Agar formula bo'yicha ishlaymiz desak, S barobar V T taqsimda 2 ko'rinishdagi formulaga qo'yamiz. Boshlang'ich oxirgi tezligi 0 bo'lsa, ya'ni to'liq to'xtagan bo'lsa, mana shu formulaga qo'yamiz. 7-masaladan keyin endi mana 8-masala. 30 metr sekund tezlik bilan mana V barobar ekan. Demak, V0 barobar 30 metr sekund tezlik bilan ekan. Favqulodda tormozlanish yo'lini A barobar 5 metr taqsim sekund kvadrat. Shunda to'liq tormozlanibdi. U holatda oxirgi tezligi 0 ga teng. Shungacha qancha masofa bosib o'tgan deyapti. Shungacha qancha masofa bosib o'tgan. Mana bunda ham o'sha chizmani chizsak. Nima deymiz demak? Mana bunday chizmaydi. Bu yerda mana V, bu yerda T. Boshlang'ich tezligi necha bo'lgan? 30 bo'lgan. T sekund. Qanday T'da endi uning tezligi 0 ga teng bo'lgan? O'shani topib olishimiz kerak bo'lar ekan. Uning uchun boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan, oxirgi tezligi o'shani mana T ga bo'lganimiz bizda mana bu tezlanishga teng. T'ni topsak, V0 taqsimda A'ligini topib olishimiz mumkin demak. Mana bu yer demak V0 taqsimda A ekan mana. Xo'sh, bundan S barobar ekan. Mana bu bizda mayli formula bo'yicha yozaveramiz. Formulasini keltirib, ya'ni boshlang'ich tezligi mana V0 edi. Bitta katet V0, ikkinchi katet V0 taqsimda A 2 ga bo'lamiz uchburchak yuzini topishda. Demak, bu mana V0 kvadrat taqsim 2A. Demak, tormozlanish yo'lini masofasi mana S tormozlanish V0 kvadrat taqsim 2A degan formuladan foydalaniladi doim. Mana shundan kelib chiqqan mana bu yuzani topishdan. Buni hisoblaymiz. S tormozlanish teng V0'imiz 30 ning kvadrati 2 kara tezlanishimiz 5 ga teng. Demak, bu 90 metr ekan mana. 90 metr. Keyingi masalada mana avtomobil to'liq to'xtaguncha tormozlanishga 4 sekund vaqt ketibdi. T barobar 4 sekund ekan. Bunda tezlanishi 4 metr taqsim sekund kvadrat bo'lgan. Oxirgi tezligi 0 bo'lgan. Boshlang'ich tezligi mana V0 bo'lgan. Tormozlanish yo'lini toping deyapti. Demak, bunda V0 dan V ayirmasi A T ga teng yana. V'miz 0 ga teng. Demak, bundan V0'imiz A T ga teng. Tormozlanish yo'lini formulasini qanday dedik? V0 kvadrat taqsim 2A dedik. V0 o'rniga qo'ysak,
a kvadrat t kvadrat taqsim 2a bo'lib, mana at kvadrat taqsim 2. Ya'ni tekis tezlanuvchanda ishlaydigan formulalar tekis sekinlanganda ham ishlayveradi. Bir xil. S tormozlanish teng ekan, demak amiz 4. 4ning kvadrati taqsimda 2. Bu 32 metr ekan mana. Tormozlanish yo'li. Keyingisi. Avtomobilning 15 metr sekund tezlikdagi tormozlanish yo'li. Mana bu endi ikki holat ekan. V1 barobar 15 km/soat tezlikda harakatlanganda tormozlanish yo'li S1 barobar 1,5 metr ekan. Endi o'sha tezligi katta bo'lgan avtomobil, ya'ni 90 km/soat tezlik bilan kelyapti. Tormozlanish yo'lini toping deyapti ikkinchi holatda. Ikki holatda ham bir xil tezlanish bilan harakatlangan deyapti. U degani mana a teng konstanta degani. Biz tormozlanish yo'lini nima dedik? Tormozlanish yo'li o'sha v0 kvadrat taqsimda 2a dedik. Demak, ikki holat uchun shu formulani ishlatamiz. Birinchi holatda v1 kvadrat taqsim 2a, ikkinchi holatda v2 kvadrat taqsim 2a mana. Qarasak, ikkalasida ham tezlanishlar bir xil. Shu sabab nisbat olishimiz kerak. S1 ni S2 ga nisbati v1 kvadrat taqsim 2a ni 2a taqsim v2 kvadrat deb yozib olsak, mana bu 2alar bir-biri bilan soddalashadi. Shunda bu v1 taqsim v2 ni demak kvadrati ko'rinishga o'zgarar ekan. O'rniga olib borib qo'yamiz. S1imiz 1,5 metr. S2imiz noma'lum. V1imiz 15. V2imiz 90 mana. 15 bilan 90 1 taqsim 6 degani, bu degan 1 taqsim 36 degani. S2 ni topsak, S2 ni 36 ni 1,5 ga ko'paytirish kerak degan. 36 ga 18 ni qo'shish kerak deganda 54 metr degan. Keyingisi. Keyingisida mana gorizontal muz maydoni ustida sirt bo'ylab tosh qanday tezlikda, endi tosh deyilgan, biz toshni rasmini topolmadik. Shu sababdan bolani rasmini qo'ydik. Mana tosh qanday tezlikda otilsa, u tezlanishi a barobar 0,5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan sirpanib boshlang'ich vaziyatdan mana oxirgi vaziyatga kelguncha 100 metr sirpanadi deyapti mana. Demak, S tormozlanish yo'li 100 metr ekan. Boshlang'ich tezligi v0 bo'lgan, oxirgi tezligi v teng 0 bo'lgan mana. V teng 0 bo'lgan. Shunda bizdan v0 ni so'rayapti. Demak, nimaga teng deymiz? S tormozlanish yo'li v0 kvadrat taqsim 2a dedik. Bundan biz v0 ni topishimiz kerak. v0imiz 2a S tormozlanish. Shuni hisoblaymiz. 2amiz 0,5, masofamiz 100. Bundan 10 chiqib keladi. 10 metr taqsim sekund. Demak, mana bu yerda toshni mana shunday yo'nalishda 10 metr sekund bilan otsa, mana bu nuqtadan bu nuqtaga kelguncha 100 metr masofa sirpanar ekan. Keyingisi. Harakatlanayotgan poyezddan oxirgi vagon ajratib yuborildi. Mana qaraymiz. Mana bu yo'nalishda poyezd harakatlanib kelyapti. Poyezd endi o'sha tezlik bilan ketaveradi yana. Mana bu ajratib yuborilgani, bitta ajratilgani bu tekis sekinlanuvchan harakat qilib to'xtaydi. Ya'ni tormozlanib to'xtaydi.
Vagon o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanadi deb hisoblasak, uning to'xtaguncha o'tgan yo'li poyezdning shu vaqti momentidagi o'tgan yo'ldan necha marta kichikligini toping debdi. Tushunarli. Endi qaraymiz mana. Buni doimiy va tezlik bilan harakatlanadi deymiz mana. Sabab poyezdimiz doimiy tezlik bilan harakatlanadi. Bunimiz tekis sekinlashishi uchun harakat qiladi. Mana shunisidan foydalanamiz. Mana bu holatda ya'ni poyezd ajratib yuborilgandan keyin u mana bunimiz t vaqtdan keyin to'xtasin deylik. O'sha t vaqtda bu qancha masofa bosib o'tadi? Bunimiz s teng vt masofa bosib o'tadi. Bu esa-chi boshlang'ich tezligi buniki ham v bo'ladi. Oxirgi tezligi to'xtagan uchun 0 bo'ladi. Taqsimda 2 bo'lib t ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni nima uchun boshlang'ich tezligini v dedik? Mana bu oxirgi vagon ajratib yuborilganda nisbiy tezlik evaziga buni tezligi v bo'lsa, mana buni ham v boshlang'ich tezlik oladi. Mana shundan foydalanamiz demak. Mana v. Demak, buni masofasi s barobar vt. Bu poyezdlik. Bu vagon deymiz. Demak, vagondagi mana s vagondagi boshlang'ich tezligi v bo'lgan, oxirgi tezligi 0 bo'lgan. 2 ga bo'lib t ga ko'paytiramiz bunda ham mana. Poyezdniki esa vt mana. Bizda shu yo'llar nisbatini so'rayapti. S vagonda S poyezdga nisbati vt taqsim 2 ni 1 taqsim vt ga desak mana vt lar soddalashadi va 1 taqsim 2 ga chiqadi. Bu degani nima degani? Vagonda o'tadigan yo'li poyezd o'tadigan yo'ldan 2 marotaba kichik degan. Necha marotaba kichikligini so'ragan? 2 marotaba kichik mana. Keyingisi mana o'q. Mana shu yerdan otildi. Uni boshlang'ich tezligi v0 bo'lgan. Mana buni teshib o'tdi. Keyingi tezligi mana v bo'lgan. v0 keyingi tezligi v mana. Bunda mana bu deganda doskani kengligi L barobar ekan 20 sm. 20 sm. Xo'sh, bunda tezlanishini so'rayapti bizdan. Ana men sizlarga hozir buni grafiki bilan chizaman formulani kelishi uchun. Qaraymiz mana. Buni tekis sekinlashuvchan deymiz. Demak, mana boshlang'ich tezligi v0 bo'lgan. Keyingi tezligi v. Biz oldingi masalalarda 0 bo'lgan holatini ko'rayotgan edik. Endi 0 emas, qandaydir tezlik bilan chiqib ketyapti. Bunga t vaqtda erishadi. O'shani hisoblaymiz mana. Mana v ga t vaqtda erishgan dedik. Bunda chizmamiz mana. U mana shunday tezligi mana kamayib kelgan. Bu holatda bizga tormozlanish yo'lini, ya'ni o'sha bosib o'tadigan masofasi mana shu yuzaga teng bo'ladi. S masofaga teng bo'ladi. Bu v, bu yerda t mana. Shunda bu nimani yuzasi? Qaysi shaklda? Trapetsiyani yuzasi. Trapetsiyani yuzasida bitta kateti mana, ikkinchi kateti mana. O'shani qo'shardik. Ya'ni bittasi v0, ikkinchisi v. Qo'shib 2 ga bo'lib, keyin mana bu balandlikka ko'paytirardik. Balandligi t.
Demak nima ekan? Boshla v0 plyusdan v taqsimda 2 ko'paytirilgan t deyilgan formula. Endi t'miz nimaga teng bizda? T'miz mana bu v0 dan v ni ayirib 2 ga bo'lganimiz t ga teng. 2 ga emas, a ga bo'lganimiz. Shu ifodani olib kelib qo'ysak mana. v0 plyusdan v taqsimda 2 t ni o'rniga v0 minus v taqsimda a. Bizda a plus b ni a minus b ga ko'paytmasi nimani berardi? A kvadrat minusdan b kvadrat ifodasini. Shundan foydalansak, s barobar ekan v0 kvadrat minus v kvadrat taqsimda 2a degan mana formulasi kelib chiqdi. Bu sekinlangani uchun mana bu yerda boshlang'ich tezlik keldi mana. Mana bu yerda boshlang'ich tezlik, bu yerda oxirgi tezlik. Tezlanganda bu yerda v kelardi, bu yerda v0 kelardi. Ya'ni o'rin almashardi faqatgina. Bizda s'imiz 20 santimetr. v0imiz 200 ekan. 200 ni kvadrati, v'miz 100 ni kvadrati. 2a. A'ni hisoblasak. Xo'sh, bu 200 dan 100 kara 300 taqsimda 2 kara 20 ko'paytirilgan 10 ning kvadrati deymiz. Bu metr taqsim sekund kvadrati bo'ladi. Buni hisoblasak, bu 75 10 darajasi 3 metr taqsim sekund kvadrati bo'lar ekan. Bizdan buni kilometrga o'tkazish so'ralgan, sabab 75 kilometr taqsim sekund kvadratiga o'tadi. Soat kvadrat emas, sekund kvadratiga. Endi harakatning 1 sekundida jism 10 metr yo'l yurdi mana. Demak, t teng 1 sekundda s barobar 10 metr yo'l yurdi. Bunda uning tezligi yo'nalishini o'zgartirmay boshlang'ich tezlik bilan solishtirganda 4 marta ortdi. Demak mana boshlang'ich tezligi v0 bo'lsa, oxirgi tezligi 4 ta v0 bo'ldi deyapti. Jismning tezlanishini toping deyapti mana. Demak mana chizsak, bu v bo'lgan. Mana bu t, mana boshlang'ich tezligi mana v0, keyingi tezligi 4 ta v0 mana. Bunga t vaqtdan keyin t teng 1 sekundda deylik. Mayli, birdan son qiymatini qo'yib hisoblab ketaveramiz, farqi yo'q. 1 sekund mana. Shunda harakatlanyapti ekan. U v0 dan boshlagan. Mana bunday harakatlangan. Shunda bizga mana bu yuza, mana bu yuza s barobar 10 metrga teng. S barobar 10 metrga teng demak. S teng 10 metrga teng. Bu yuzani qanday hisoblaymiz? Bu yuzani trapetsiya, bunda ham bitta kateti mana, ikkinchi kateti mana. Sabab v0 plus 4 ta v0 taqsimda 2 ko'paytiramiz t ga, ana shu yuzani beradi bizga. Demak v0 plus 4 ta v0 taqsimda 2 ko'paytirilgan t barobar s ga teng. Nima uchun bu masalalarni mana bu chizmasini chizib ko'rsatyapman? Sababi
fizikada chizma bilan ishlashni yaxshilab o'rgansak, hech qanday formulani yodlashni ham keragi yo'q. Ikkinchidan, chizma bilan yaxshiroq ishlashni o'rganib olamiz. Hisoblasak, 5 va 0 t taqsim 2 miz s'ga teng. 5 va 0'imiz noma'lum, t'miz 1 ga teng, s'imiz 10 ga teng. Va 0 ni hisoblasak, demak 20 ni 5 ga bo'lar ekanmiz. 4 metr taqsim sekund bo'ladigan mana. Va 0 ni topib oldik. V'miz nechaga teng bo'ladi unda? 16 ga teng bo'ladi. Tezlanishini qanday topamiz? V'dan v0 ayirib t ga bo'lamiz. 16 dan 4 ayirib t'miz 1 sekund bo'lsak 12 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz bizda 15-masala. 0,5 metr sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanibdi. Demak, A'miz 0,5 metr sekund kvadrat ekan. Jism o'z tezligini mana demak S'imiz S barobar 60 metr ekan. 4 martaga oshirdi mana. Boshlang'ich bunda ham v0 bo'lgan. Keyingi holatda 4 da v0 bo'lgan. Jismning boshlang'ich tezligini toping. Xuddi hozirgidek qilamiz. S'imiz v0 plus 4 da v0, ya'ni oxirgi tezlik 2 ga bo'lib t ga ko'paytiramiz. Mana shu kelib chiqishi kerak bizda. Demak, bunimiz mana 5 da v0 taqsim 2 ko'paytirilgan t. T'miz bizda nimaga teng? T'miz keyingi tezlikdan boshlang'ich tezlikda ayirib tezlanishga bo'lganimizga teng. Keyingi tezligi 4 da v0, boshlang'ich tezligi v0. A ga bo'lsak, bunimiz 3 da v0 taqsimda A ga teng. Mana shu yerga olib kelib qo'yamiz. 5 da v0 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 da v0 taqsimda A. Hisoblasak 15 v0 kvadrat taqsim 2A mana. Bu yerdan v0 ni topsak 2AS taqsimda 15 degan ko'rinishga keldi shu masala uchun. 2A'miz 0,5, S'imiz 60, 15 ga bo'lamiz. Bu mana 2 ga chiqib kelar ekan. 2 metr taqsim sekund. Keyingi masala. Chang'i 180 metr uzunlikdagi tog'dan, demak mana bu yeri 180 metr bizda. Shunda mana boshlang'ich tezligi v0 bo'lgan. Demak, mana bu yer S barobar ekan 180 metrga. Boshlang'ich tezligi necha ekan? Boshlang'ich tezligi 4 metr sekund ekan. Bizga tezlanish berilgan. Tezlanish nechaga teng ekan? 0,5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan. Shunda u qancha vaqtda tushadi? Biz tekis tezlanuvchan harakatda mana buni bilardik. v0 plus at kvadrat taqsim 2 degan formulani. Mana shuni hisoblaymiz. Bunda S'imiz 180 metr, v0imiz 4 t, tezlanishimiz 0,5 t kvadrat taqsimda 2 ekan mana. Buni hisoblasak, xo'sh, 4 ga ko'paytirib yuboraylik, tenglikda to'liq. Unda 720 plus 16 da t, mana bu plusimiz tenglik. Tenglik 16 da t plusdan t kvadrat ko'rinishga keladi. T kvadrat plus 16 da t minus 720 teng 0. Kvadrat tenglama bu. Kvadrat tenglamani qanday ishlaymiz? Kvadrat tenglamani demak bizda t1 plus t2 miz
minus 720 bo'lishi kerak. A T1 T2'miz minus 720 bo'lishi kerak. Yig'indisi esa minus 16 bo'lishi kerak. Demak, bittasi minusligimiz katta son bo'lishi kerak. Masalan, bu 720 36 kara 20 desak 720. Shunda minus 16 chiqish uchun bittasi mana minus 36 bo'lishi kerak, keyingisi plus 20 bo'lishi kerak. Demak, T1'imiz minus 36 ekan, T2'miz shunda plus 20 ekan. Bizda mana bu minusligi ma'noga ega emas, sababi vaqtimiz doimo 0 dan katta. Demak, javobimiz necha sekund ekan? 20 sekund. Agarda kvadrat tenglamani yechishni bilmasak, mana shunday ishlaymiz. Agar bilsak nima qilamiz? Bilsak, T1 ni diskriminant ko'rinishga qo'yib, minus 16 plus minus 16 ning kvadrati plus 7 kara 720 taqsimda 2 ko'rinishdagi ildizdan foydalanishimiz ham mumkin. Keyingi masalaga o'tamiz endi. Keyingi masalamiz jism tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakatlarni boshladi va harakat boshidan 5-sekundda t barobar 5-sekundda 27 metr yo'l yuribdi. Shu holatda deyapti. Biz endi buni tmas formulalardagidek belgilaymiz, n deb belgilaymiz. Sababi 5-sekundda deyapti-da, ya'ni 5-sekundning o'zida degani. Uni qanday hisoblaymiz? Tinch holatdan degan uchun boshlang'ich tezligi 0 ga teng. Buning uchun biz s barobar mana o'zi at kvadrat taqsim 2 plus v0t, to'g'rimi? V0'imiz 0 ga teng bo'lganligi uchun formulamiz at kvadrat taqsim 2 mana. Endi qaraymiz. 5-sekund degani mana bunday yo'l bo'lsa, mana to'liq 5 sekundda bosib o'tdi. Mana bunisini 4 sekundda bosib o'tgan. Shunda bizga topiladigan narsa mana bu aynan 5-sekundda mana. Sekunddagi. Uning uchun nima qilishimiz kerak ekan demak? S5 ni topishim uchun S5 ni topishim uchun 5-sekundda topaman mana. Ayirib tashlayman 4-sekundda. Ya'ni 5 sekundda umumiy yo'ldan 4 sekunddagi umumiy yo'lda ayirib tashlayman. Shunda aynan 5-sekund kelib chiqadi. Demak, mana bu yerga mana Sn teng bo'lar ekan. Demak, A t ni o'rniga n ni qo'ysam, an kvadrat taqsim 2 dan ayirar ekanman 1 sekund oldinga nima? An minus 1 kvadrat. Buni soddalashtirsak, an kvadrat taqsim 2 minusdan a qavsni ochaman, n kvadrat taqsim 2 plusdan a n minusdan a taqsimda 2 ko'rinishga soddalashadi. Mana bu ikkalasi soddalashsa, bunga umumiy maxraj bersak, a taqsim 2 ni chiqarsak 2n minusdan 1 degan formula kelib chiqadi. Mana shunda. Formulalar kitobchasidagi 5-sekundda deganni mana shunga qo'yib hisoblaymiz endi. S5'imiz nimaga teng ekan demak? S5'imiz a taqsim 2 kara 5 minusdan 1 ga teng ekan. 2 kara 5'imiz 10, undan 1 ayirsak 9 da a taqsim 2 miz shunda 27 ga teng ekan. A ni topsak 27 kara 2 taqsimda 9 54 bo'ladi. 6 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Demak,
Tushunarli? Agarda mana 3-sekundda desa nima qilamiz? 3-sekundda desa mana to'liq 3 ni topib olamiz. 3 sekunddagini, keyin 2 sekunddagi umumiy yo'lni topamiz. Mana S2 ni topamiz va mana bu bizdagi berilgan farqi, mana bu yerdagi farqi aynan o'sha S sekunddagi yo'liga mos tushadi. 3-sekunddan 2-sekunddagini ayirib tashlash kerak bo'ladi-da. Tushunarli? Inchi degani demak yuqoridagi mana shu formulaga qo'yib ishlaymiz. Endi avtomobil tekis tezlanuvchan harakat qilib harakat boshidan t barobar ekan 5 sekund vaqt o'tgach 36 tezlikka erishdi. V barobar ekan 36 km/soat tezlikka erishibdi mana bu yerda. Buni metr sekundga aylantirsam nima bo'ladi? 3,6 ga bo'laman 10 metr taqsim sekundga aylanadi shunda. Endi boshlang'ich tezligini 0 deyman mana. Va 0 0 ga teng deyman. Bunda tezlanishni topib olsak v minusdan v 0imiz a t ga teng. Tezlanishimiz v dan v 0 dayrib t ga bo'lar ekanmiz. 10 dan 0 dayrib 5 ga bo'lsak 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqib keladi. Endi harakatning 3 sekundda desa at kvadrat taqsim 2, lekin inchi demak mana bu yerda qo'shimchaga qaraymiz. Mana 3-chi dedimmi, demak yuqorida formulaga qo'yamiz. Sn ga formula qanday ekan? A taqsim 2 2n minusdan 1 mana. S3 barobar ekan A taqsim 2 2 kara 3 minusdan 1. Bunimiz 5 taqa taqsim 2 bo'lar ekan. 5 amiz 2 bo'lsak demak 5 ekan. 5 metr taqsim 5 metr deganim 5 metr yurar ekan demak. Keyingi masalaga qaraymiz endi. Jism tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qilib, tinch holatdan degani demak boshlang'ich tezligi mana 0 ga teng degan. Tekis tezlanuvchan harakatlanmoqda, uning ikkinchi demak mana ikkinchi sekunddagi o'tgan yo'li birinchi inchi yana sekunddagi yo'ldan qancha katta deyapman. Sn barobar A taqsim 2 2n minusdan 1. Boshqasiga qo'ysak mana. Boshqa sekundda Sm deb belgilab olsak. A taqsim 2 2n minusdan 1. Bir-biriga nisbat olsak nimaga teng bo'ladi? Snni Smga nisbati tezlanishlari soddalashadi. 2n minusdan 1 2n minusdan 1 ko'rinishga keladi mana formulamiz. Demak bularni taqqoslash mana. Demak ikkinchi sekunddagi yo'li S2 ni birinchi sekunddagi yo'lidan taqqoslayapmiz. 2 kara 2 minusdan 1 2 kara 1 minusdan 1. Bu 3, bunisi 1. Demak necha marta katta bo'lar ekan? 3 marta. Shu sababdan inchi sekundlarda taqqoslanadigan yo'l, ya'ni aynan o'sha sekundda o'tadigan yo'l bu toq sonlar nisbatida bo'ladi. 1 3 5 7 9 ko'rinishda toq sonlar. Bu mana bu. T teng 1da, bunisi T teng 2da, T teng 3da, T teng 4da va T teng 5da. Tushunarli? Toq sonlar nisbatida bo'ladi. Shuning uchun mana 2 ni 1 ga nisbati bo'ldi. Mana 3 u 1. Endi mana bu masalaga qaraymiz. Bu masalada
yuqoridagi formulani ishlatamiz mana. Jism 5-sekundida S5imiz teng ekan, demak 5 metr yo'l o'tdi deyapti. 2-sekundidagi yo'l esa bizga so'roq ekan. Endi qaraymiz. Hozir aytdik 1, 3, 5, 7 nisbatda bo'ladi deb. Mana shuni ishlatsak. Mana bu yerda T bo'lsin, bu yerda S bo'lsin. 1-sekund, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-sekundda 5-sekund. Shunda bu yerda S masofa bossa, bu yerda 3S masofa. Bu yerda esa 5S masofa, bunisida 7S, bunisida mana 9S bosadi dedik. 9S bosadi. Endi mana shunday qilsak, bizda qarasak mana bu 9S nisbat 3S deb teng 3 deb yozsak xato bo'ladi. Mana bunda to'xtaydi deganda shartida. To'xtaydi degani mana bunda 5-sekund bo'lgan, bunisida 4-chi, bunisida 3-chi, bunisida 2-chi, bunisida 1-chi degani. To'xtaydi degan teskari sanoq deganda. Shu sababdan demak qaraymiz. S5 ni S2 ga nisbati bo'lish uchun nechaga bo'lishim kerak ekan? S2 qaysi? S2 da mana 7S, S5 da esa mana S. Demak 7S ni S ga bo'laman. Ya'ni 7 marotaba katta bo'lish kerak ekanda. Mana buni teskari qilib qo'yibmiz. S2 ni S5 ga nisbati mana. Demak S2 ni topsak 7 da S5 ga teng ekan bu degani. 7 kara 5imiz 35 metr ekan mana. Bu masalamiz ketdi. Endi keyingi masalaga qaraymiz. Keyingi masala. Keyingi masalada jism bir yo'nalishda o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanib, har biri 2 sekunddan bo'lgan ketma-ket 2 vaqt oralig'larida 16 metr va 8 metrga teng bo'lgan yo'l kesmalarini o'tdi deyapti. 16 va 8 metr bo'lgan yo'l kesmalarini o'tdi. Demak, mana tezlanish o'zgarmas ekan. A teng konstant ekan. Shunda har biri 2 sekunddan bo'lgan, mana ketma-ket 2 vaqt oralig'larida 8, 10 ya'ni 16 va 8 metr bo'lgan yo'llarni o'tdi deyapti. Shunda jismning birinchi kesma boshidagi tezligi nechaga teng bo'lgan deyapti. Demak, mana bu yerda V0 desak, shuni biz mana teskari tasavvur qilamiz. Boshlang'ich, ya'ni teskari tasavvur qilamiz. Jismning boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan deymiz. Oxirgi tezligi v bo'lgan deymiz. Shunda boshidagi tezligimiz bizdan oxirgi tezligini topish so'ralyapti deymiz. Ya'ni teskarisini o'qiymiz. Hozirgi masalada aytdik-ku, 1, 3, 5, 7 sekundlar teskari qoldik. Xuddi shunday sanoqni teskarisiga o'giramiz. Shunda nisbatan sodda bo'ladi. Ketma-ket 2 vaqt oralig'larida degan uchun mana Sn plyusdan n minusdan birimiz mana bu 16 metr. Keyingi n minus 2 bo'ladi, keyingisi n minusdan 3 bo'ladi keyingisi. Mana shunimiz mana 16 metr plyusdan 8 metr, ya'ni 24 metrga teng chiqadi mana. Bundagi mana bu bilan boshlang'ich ikkitasi mana, keyingi ikkitasi mana 8 metr. Va oxirida tezligi deganda boshlang'ich tezligi 0 bo'lgan, oxiranish n-3 ga kelib tezligi nechiga chiqadi demoqchi-da. Biz hozir aytganmiz, Sn ni formulasi nimaga teng deb.
a taqsim 2 2n minusdan 1 ga teng deb. Ana shu n o'rniga mana bu n minus 1, n minus 2, n minus 3 larni qo'yamiz. Qo'ysak a taqsim 2 2n minusdan 1 plus a taqsim 2 2n minusdan 2 bo'lib, mana bu 2n minusdan 3 bo'ldi. A taqsim 2 2n minusdan 5 plus a taqsim 2 2n minusdan 7 teng 27 metr bo'ldi. 24 metr bo'ldi demak. Endi qaraymiz mana. Mana bu ikkalasini alohida, bu ikkalasini alohida yozib olamiz. A taqsimda 2 2n minus 1 plus a taqsim 2 2n minusdan 3'imiz mana bu 16 ga teng. A taqsim 2 2n minusdan 5 a taqsim 2 2n minusdan 7'miz esa nechaga teng? 8 ga teng mana. 8 ga teng. Menga hozir mana bu tezlanish kerak emas-da, shu sababdan tengliklarni nisbat qilib yuborsam, men tengman bu tarafini bu tarafga nisbat qilsam, shunda tezlanishlar soddalashib ketadi. Mana bu tezlanishlar soddalashib ketadi. Shunday amalni bajarsak nima qoladi? 2n minusdan 1 plus 2n minusdan 3 qoladi bu yerda. Bu yerda 2n minusdan 5 2n minusdan 7 qoladi. Teng bo'ladi. Mana 16 ni 8 ga nisbat. Bunimiz 2 ga teng chiqdi. Buni soddalashtirsak, surati 4n minusdan 4, mahraji 4 n minusdan 12 teng 2. Buni hisoblasak 4 n minusdan 4'imiz teng 8 n minus 24. 4 n'imiz 20 ga teng. N'imiz mana 5 ga teng chiqdi. Ya'ni demak 5-chi, 4-chi, 3-chi, 2-chi, 1-chi sekund harakatlangan deganda o degani. N'imiz 5 ga teng chiqdi. Endi mana bunga ham olib kelib a ni topib olsak. A taqsim 2 2 kara 5 minusdan 1 a taqsim 2 2 kara 4 minusdan 1 teng 16 deymizdan tezlanishni topsak a teng 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqib kelar ekan mana. Biz nima deganmiz demak? Boshlang'ich tezligi 0 deganmiz. Bunga ko'ra v barobar v0 plyusdan at mana. V0'imiz 0 ga teng, tezlanishimiz 2 ga teng, t'miz mana bu n teng 5 mana. Buni topsak 10 metr taqsim sekund. Mana biz oxirgi tezligini topdik-ku, shartida boshlang'ich tezligini topish so'ralgan. Endi mana v bilan v0 ni teskarisini almashtirsak, v0 barobar 10 metr taqsim sekund tezlik bo'lishi kerak ekan degan. Keyingisi 10 metr sekund boshlang'ich tezlik bilan jism. Demak, tezligi v0 barobar 10 ekan. Jism boshlang'ich tezlikka qarama-qarshi yo'nalgan va tezlanishi mana tezlanishi a barobar 2 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Teskari yo'nalgan, ya'ni qarama-qarshi yo'nalgan degani u tekis sekinlashuvchi harakat qilyapti degani. Kelmas tezlanish bilan harakat boshidan. T teng 8 sekundda. T teng 8 sekunddagi bosib o'tgan yo'lini toping deyapti. Demak, qaraymiz mana. Buni hozir
chismasini chizib ko'rsatayin, shunda yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Demak, qaraymiz mana. Boshlang'ich mana 10 bo'lgan tezligi va metr taqsim sekund desak 10 bo'lgan. Bu yerda mana t qaraymiz 8 sekund deyilganda, общий mana bu yer 8 sekund bo'lsin. 8 sekundda tezlanish bilan qo'ysak ham 8 kare 2 16 bo'ladi. 16miz 10 dan katta-da, demak 10imiz mana bu tarafga o'tib ketgan deganim, ya'ni minus tarafga. Orqasiga ham ozroq masofa qaytgan degani. Shuni topib olsak, birinchi v0 barobar ekan a t deylik. T'ni topsak 10 ni 2 ga nisbati, demak mana 5 sekund. Demak mana bu yer 5 ekan mana. 5 sekundda tezligi o'zi to'xtab bo'lgan. Keyin esa ortiga qaytgan. Ya'ni demak mana bunday harakatlangandan keyin ozroq masofa ortiga qaytgan degani. Necha sekund ortiga qaytgan ekan? 3 sekund. 3 sekundda qancha masofa bosib o'tgan? Mana yo'naltirsak 3 sekundda v barobar a kara 3 bo'ladi degan. Tezligi 6 gacha kelgan mana. Nimagacha kelgan ekan demak, minus 6 bo'ladi. Minus 6 gacha kelgan. Shunda uni yo'lini so'rayapti. Bizdagi yo'l nimaga teng? Mana bu yuza bilan mana bu yuzani yig'indisiga teng. Buni yuzani S1 deyman, mana bu yuzani mana S2 deyman. S1 yuzam bitta kateti 10, bitta kateti 5 taqsimda 2. Bunimiz topsak 25 metr. Ikkinchisi bitta katet 3 ga teng, bitta katet 6 ga teng. 2 ga bo'lsak 9 metr. Umumiy qancha masofa bosib o'tgan bo'ladi? U yig'indisi. Qo'shsak 34 metr. Qancha masofaga ko'chgan desa nima qilardik? 25 dan 9 da ayirardik. 22-masala shu. Bo'ldi demak. Bu 22-masalamiz oxirgi masala ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Masalani yana bir ko'rib chiqinglar. Tushunmagan joylaringiz va kamchiliklar bo'lsa, kommentda o'z fikringizni bildiring. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing.